Bu multfilmni bolaligida ko'rganlar hozir taxminan necha? Jakuy tentak va uning xojasi Gofroaga kimlar ovoz bergan? Originalni ko'rsataman. Ular zamon yo'laklariga ravona bo'lgaylar. Zamonlar osha 1, taxminan 1993-yil. Janob Gofroa. U aslzodalar avlodidan emas. Odamga o'xshab ovqat yeyolmaydi. Bizdan qolgan sarqitlarni yeyish uning uchun baxt va sharaf. Sarkarda Gofroaga Afzal Rafiqov ovoz bergan. Tentak Jakuyga esa Jakuy tentakman, nahotki meni tanimayapsiz? ha bu Elbek Mirzohidovning ovozi. Ana endi zamonlar osha 2. Tentak, orqaga yurib ketyapsan. Ha, misir. U menga bo'ysunmayapti. Anglaganingizdek, har ikkala obrazga ham Afzal Rafiqov ovoz berib qo'ya qolgan. Zamonlar osha 3, taxminan 2016-yil. Aynan mana shu davrda Elbek Mirzohidov chet elda yashar edi. Shu bois bu yillar davomidagi ko'plab filmlarda Mirzohidovning ovozini eshitmaysiz. Demak, tentak Jakuy. O'sha oqsuyaklarni hammasini boplab ta'zirlab beramiz hali. Muhammadjon Xo'jayev ovoz bergan. Sarkarda Gofroaga esa Ha, biz uyiga qaytdik Jakuy. Buni uddaladik. Hoshim Arslonov ovoz bergan ekan. Anglaganingizdek, har ikkala qahramonga ham dublyajimizning eng professionallari ovoz bergan. Muxlis sifatida qaysi birini mazza qilib ko'rgansiz? Xadichaxon, keling hozir tomoshabinlarga siz o'ynagan eng top kinolarni eslatamiz. Maylimi? Qani, ketdik. Uyga Lo'la ayol keldi. Izzat esa uni haydab yubordi. Unaqa dema qizim. Ularni oyidik. Yo'q dadajon, u meni oyim emas, u yomon odam. Yo'q qizim. Hech kim senga o'z oyingdek bo'la olmaydi. Tog'ajon, qizilidan qochib yursiz, menga o'xshagan qizni sizga kim tug'ib beradi? Senga o'xshagan qizni menga Xudo beradi. Gap istoriyu. Bir sirni sizga aytaymi? Bir qizga uylanib, uni sochini silaysiz. U sizga kichkina chaqaloq olib beradi. Bildingizmi? Gapni tushunyapsizmi? Xotin kerak, xotin. Tushundim. Bizga xotin emas, to't kerak, to'tka. Nima qilamiz? Choy ichaveramizmi? Biz choy ichmaymiz. Bizning uyda hamma dasturxonga o'tirmaguncha hech kim nonushtani boshlamaydi. Agar qorningiz ochib ketgan bo'lsa, bemalol boshlavering. Biz dadamizni kutamiz. Xadichaxon, o'zi aslida xonandasiz. Nimaga keyin kinematografiyadan uzoqlashib ketdingiz? Keyinchalik rolda ham sal o'zgardi. Уже kinodagi mani statusim boshqacha bo'lishi kerak edi. Kimdir qizi, kimdir jiyani bo'lgan bo'lsam boshida, keyinchalik kimdir ayoli, kimdir shunaqa bo'lishi kerak edi. Menga unchalik yoqmadi. U ota-onam ham qarshi bo'lishardi baribir. O'shaning uchun keyin boshqa yo'nalishdan ketishga qaror qildim. Ajoyib. Biz sizga omad tilaymiz. Qaysi yo'nalish bo'lsa ham va har doim sog' bo'ling. Rahmat. Xadichaxon, If qalasining mahbusi filmida Yodgor Sa'diyev bosh qahramonlardan biriga ovoz bergan va bu filmda o'zbek aktrisasi rol ijro etgan. Demak, boshladik. Edmond Dantes yoki Graf Monte Cristo. Siz yo keksayib qolgan Edmond Dantesni yo uning navqiron nusxasini tanlamoqingiz kerak. Bu Hoji Akbar Nurmatovning ovozi. Mercedes. Mercedes o'lmagan. Sizni shuncha yillar mobaynida unutmagan. Sizni tanigan yagona odam tirik. Bu jozibali ovoz Rimma Ahmedovaga tegishli. Fernand. Hayotimizni zaharlayotgan o'sha mal uni duelga chaqirardim, lekin bilmayman. U iblisning kimligini. Ha, Fernandni To'lqin Tojiyev o'zbekcha gapirtirgan. Abbat Fariya. Sizning yurtingiz Fransiya ham Parvardigorni boshiga bitgan balo. Bu Yoqub Ahmedovning ovozi. Va nihoyat, Danglar. Agar million kerak bo'lsa sizga, million so'rang. Aynan mana shu ovoz Yodgor Sa'diyevga tegishli. Endi bu filmda rol o'ynagan aktrisamiz haqida. Nodira Mirzayeva. Sen Fernand Mondega'san, fransuz ofitseri. Meni otamni qo'shiniga bosh bo'lgansan, keyin unga xiyonat qilgansan. O'zbekistonlik ijodkor o'shanda 17 yoki 18 yoshda bo'lgan va unga Gulchehra Jamilova ovoz bergan. If qalasining mahbusi filmida O'zbekistonning go'zal shaharlaridan biri ko'rsatilgan. Xo'sh, bu qaysi shahar? O'sha tepalikka chiqishni bir umr orzu qilgandim. Bir umr. Dublyajimizning ikki afsonasi juda zo'r ishlashgan.
Mana shu parcha menimcha bu filmni ko'rganlarning hammasini yodida bo'lsa kerak. Bitta ko'ring, mazza qiling. Menga qaratuvchi. Biron yoqqa boraylik. Yoqqa? Nima uchun? Biron yoqqa. To'chi. To'p etib tushib burningni qashqa qilsa bormi? O'zing ham ko'karib ketasan. Aytuvdim senga. Shu tepalikka. Aytuvdim shu tepalikka. Shu xosiyati yo'q tepalikka chiqmaylik deb. Sira qo'ymading. Voy jigarim. Voy birodarimdan ayrilib qoldim. Voy. Tirikmisan? Ura! Bitta yuborib qo'yib, ularni ham bolaligini, yoshligini eslatinglar. Men esa originalni ko'rsatishda davom etaman. Dublyaj aktrisasi Nazokat Abdurahmonovadan yana bir originali. Faqat bu qaysi filmligini siz topishingiz kerak. Aytgandek, birinchi marta biz Dehli aeroportida uchrashganmiz. O'sha paytda u Sanjay Sinxani ekanini bilmagan edim. Mendan ko'zini uzolmay o'tirdi. Keyin samolyotda ham yonimdagi o'rindiqqa kelib o'tirdi. "Salom, men Sanjay Sinxaniman" dedi. Men ham "Salom" dedim. Ana o'shanda uni Sanjay Sinxani ekanini bilganman. Dehlidan Mumbaygacha bidir deb kelaverdi. Men ham eshitib kelaverdim. Keyin esa birdan "Sizni sevaman" desa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmasa, bu qaysi film? Kommentariyada fikringizni javobinglarni kutamiz. Rahmat. O'rtoqlar, tayyormisizlar? Yaqin 10 yillikning eng zo'r filmlaridan bir nechtasini ko'ramiz. Nima desam ekan, Mr. Hopkins, Miss Go'yo har doim aql bilan ish ko'radigan tadbirkor. Qani menga tegmay ko'rchi. Tfu, uylanmay ko'rchi. Soddagina onamni, dadamni aldamoqchi bo'ldingmi? Aldasak nima qildi? Shartnomani qo'lga kiritsak bo'ldi. Ha! Ja, senga o'yin topildi endi. Sen arvoqsan, ha? Bilmadim endi shunaqa bo'lsa kerak. Qo'yil. Yana bitta qoshiq. Og'zingni och. Qani. Voy, assalom. Ichki yo'li yaxshi-da. Ijara puli ham endi yoningizga qoladigan bo'pti uka. Tushunmadim. Qanaqa ichki yo'q? Yo'q, Sharofat opa. Ha? Amerikaga ketyapmiz bir haftaga. Qizing oyoqqa turib ketadi deganding-ku. Qani? Bo'ldi, o'zingni bos. Qani meni qizim? O'zingni bos. Qani? Qaytarib ber qizimni. Taqdir bu. Qizimni topib ber. Baxtiyor aka. Bechora juda qiynaldi. Saroy javohiridan bo'lsin deb tinimsiz kommentariy yozganlar. Ekranga yaqinroq keling. Originalni ko'rsataman. O'zingiz intilgan, orzu qilgan odam bo'lishingiz shart. Oddiy qiz bo'la turib, o'qiyman deb kurashganlaringiz yodingizdami? Chekkan azob va uqubatlaringiz esingizdami? Siz tarixda iz qoldirdingiz. Men sizga ishonaman. Tangim. Rahmat ustoz. Menimcha bugun ko'p talaba qizlarga shunaqa motivatsion so'zlar kerak. Talaba tanishlarga yuborib qo'yinglar. Omadli jentelmenlar filmini menimcha hammamiz mazza qilib tomosha qilganmiz va haligacha mazza qilib ko'ramiz. Vasiliy Alibabayevga kim ovoz bergan bilasizmi? Originalni ko'rsataman. Qanchaga qamalgandim? 1 yilga. Qancha berishadi qochganim uchun? 3 yil. Anavi uy bog'cha uchun bor yana 10 yil. Hammasi qancha bo'ladi? Nima, men qandaydir ablahni deb 14 yillik umrimni qamoqda o'tkazamanmi? Anavi doktorni quduqqa tashlab yuborganini deb-a, sizlarni bilmadim-u, men ketdim militsiyaga. Rahmat ustoz. O'tkir Muhammadxo'jayev. Qadrli do'stlar, bilarmidinglar? Bir daqiqa. Qarang, aynan mana shu musiqani ko'p marta eshitgansiz, lekin hech o'ylab ko'rganmisiz? Kim ijro etgan? Dastlab musiqani eshiting-da.
Bugun davlat tadbirlarida, konsert zallarida, teatrlarda chorlov musiqasi sifatida ishlatiladigan bu musiqani zamonaviy talqinida kim ijro etgan bilasizmi? Originalni ko'rsataman. Tadam! Ziyod Ro'zimov va aziz do'stlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ziyod aka, yaxshimisiz? Rahmat. Bugun hozir men aytganimdek, barcha davlat tadbirlarida yoki bo'lmasam aynan konsert zallarida, xalqlar do'stligida, teatrlarda xuddi shu siz ijro etgan versiyani talqinni eshitamiz, to'g'rimi? Albatta. Necha yil bo'ldi buni ijro etganingizga? 10 yildan oshdi bu ijro. 10 yildan oshdi. Ana endi obunachilar ham bilib turishibdi, bu musiqani ancha yillar oldin ham biz eshitganmiz. Buni ustozimiz Faxriddin Sodiqov ijro qilganlar. Shu Faxriddin Sodiqov talqinida shuncha ko'p yillar kelgan. Keyin magnit tasmalar xiralashgan sababli boshqatdan yozishga to'g'ri kelgan. Keyin yozganmiz buni. Qoyil. Va aynan mana shu versiya hozir ketadi. Albatta, hozir. Qanday taklif bo'lgan? Nimaga o'sha eski versiyasi qolavermadi? Mohir sozanda bastakor Nodir Umarov akamiz chaqirdilar. Shu eski oldingi ustozimiz talqini xiralashib qolganiga, zapslari yaxshi bo'lmay qolganiga, talabga javob, hozirgi talabga javob bermagani uchun yangilab qo'yaylik degan taklif bilan chiqdilar. Shuni yozdik. Shu bilan shu ijro etiladi har doim. 10 yildan oshgan bo'lsa, demak, hozir eshitayotganlarimiz hammasi shu talqin. Bitta chalib bering tomoshabinlar uchun, mayli? Qani diqqat, ketdik. Ana shunaqa Ziyod Ro'zimov tanib oling bu insonni. 30 yilga yaqin shu vaqt bo'ldi san'atda bu inson. Charchamang aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Ana shunaqa. Bo'l. Shahzodam, men sizga xizmat qilmoqchi bo'laman-u, xizmat qila olmayapman. Yonimga kel. Yoningga borsam, momiqini tumshug'inglar yeyishi mumkin. Oy. Sizga oson tutmoqchi emasman-u, lekin nima desam ekan? Bir ifloslik qilgan odam bu ishni ikkinchi marta ham qiladi. Oldin ichki siyosiy ishlarning yordamchisi va uning yordamchisi bo'lib ish boshlagan. Shunda bir haqiqatni anglab yetgan. Hech bir ish qilmasa, uni ayblay olishmaydi. Shu kundan boshlab hech bir ish qilmay lavozimi oshdi. Shu zaylda hech bir ish qilmadi. Yana lavozimi oshdi. Shu bo'yi hech bir ish qilmay lavozimi oshaverdi. Va nihoyat shu kungacha hech bir ish qilmay eng yuqori lavozimga ega bo'ldi. Hanuzgacha hech bir ish qilganicha yo'q. Kimdan? Otasidan? Otasini taniysanmi? Uni onasi bilish kerak-ku. Onasi kim? Uni o'zidan so'raymiz. O'zi kim? O'shalar bilsa kerak. O'shalar kim? Ota-onasi-da. Buni kimligini bilmay turib, ota-ona